Hey yo, sizlar bilan Shark Games kanalidasizlar. Bugungi videomizda yangi dacha oldik. Shuni borib obzor qilamiz. Ichida nima mashina, nima narsalar borligini tekshiramiz. Ketdi, bo'lmasa video yoqqan bo'lsa like bosib qo'yish esdan chiqmasin va kanalga obuna bo'lish. Ketdi. Bu eski birinchi dacham bu. Bu videomizning birinchi qismi bu olinyapti hozir birinchi qismi. Ketdi tushamiz. Qaysi birida boramiz? 07 mi? Mercedesdami? Bu 07 ni mehr berib tuning qildirganman. Orqalarini ko'ringlar mana. Hech nima qo'ymayman. Nomeri ham o'zi bitta mashinani puliga olib qo'yman buni. Buni rasxodi ko'p rasxod qilingan bu mashinaga. Yili 2002-yil mashina. Yangi. Bu Mercedes'imizning yili 2024. Holati yangi, yaxshi. Buni orqasiga shu ko'rgan narsalarni qistirib qo'yman. Nomer yo'q. Menga po'xo'y. Jarima keladi har kun. Majbur to'lab o'tman. Ketdi bo'lmasa. Ichidan haydab ketaveramiz. Bu mashinam adashmasam 280 ga chiqsa kerak. Tez chiqarganman, esimda yo'q. Ketdi, yangi dachamni metkalay. Mana metka berdim. Yonida zapravkasam bor. U zapravka meniki. Hozir ko'rsataman mana. Zapravka meniki. Sekin ketamiz. Ichida nima mashina borligiga qiziqyapman men ham. Oy, sekin politsiya bor ekan. Qochish kerak. Biz nimaga desak, bez nomer yuribmiz. Ko'rib qolsa mashinamizni jarima maydoniga tiqadi. 100%. Mana zapravka. Mana dacha bu. Uy emas, dacha. Mana hozir keldik. O'zi yaqin. Shu yerda mashinamizni qo'yamiz. Shu mashinadan tushamiz-da, oynasini ochib qo'yamiz. Qizib ketadi mashinaning ichi bo'lmasa. Ketdi. Ha, esdan chiqib ketibdi. Bu mashina motorini ko'ringlar mana. Ko'rsatmayman. Mana karbon qilib qo'yman oldini. Olgan zamanda tunga tiqib karbon qilib qo'yman. Unda men taqadigan mashinaga deskalar, g'ildiraklar. Bu mashinani hamma odam biladi buni. Zikr 007 mashinasi bu. Bu elektrichka. Bunam orqasida ko'rib turibsizlar. Karnay bor. Elektrichka mashina tezligi 400 dan o'tadi ekan. Yomon zo'r mashina ekan. Ichki saloni mana. Ichki saloni ham zo'r. Tomi panorama ekan. Deskasi Lamborghini urustikini qo'yman. Menga yoqdi. Shuni qo'yib yubordim. Bir Lixang 9 bu ham elektrichka mashina. Buni ham olib qo'yman. Buni ichi keng va zo'r ekan. Gap yo'q. Bundan ham karnay. Men qo'shib qo'yib yuraman-da, yana mashinani oldiga qop-qora qilingan hamma yeri. Mana buni ichi katta ekan, orqasini panorama bu ham. Qizil materiallar bilan
chiroyli bo'lib ishlab chiqarilgan. Menga yoqdi, shuncha sotib oldim mana. Zo'r ekan. Ochiq mashinaning ichidan ochiq turgandek bo'ladi. Zo'r ko'rinadi manzaralar. Mana bunda bu mashinaning nomini bilmayman, lekin olib qo'yibman buni. Qimmat pulga buni. Nomeri 776 uzubi degan nomer taqib qo'yibman. Orqasi keng. Buni Mayevga qilishga olib qo'yibman. Tog'ga chiqishga, do'stlarim bilan sayr qilishga olib qo'yibman. Elektrichka bu. Buni lyuki bor. Bu balanddan lyukini ochib yopib bo'ladi. Kannayi bor mashinani. Qo'shiqlar ham bor. Mazza qilib ketaverasizlar işte. Mashinani zapravkasi og'iz qolibdi. Motorini ko'ramiz. Motor ham kuchli. Bu mashinaga gap yo'q, lekin gap yo'q. Bilgan biladi buni. Yomon tez yuradi ekan bu. Oldiga gap yo'q lekin. Yomon tez yuradi. Sinab ko'rdim-da buni yo'lda. Orqa mana mashinaga gap yo'q. Bilib olib qo'yibman. Qimmatga olib qo'yibman. Shu mashinani puliga shundan 5 ta beradi. Rost 5 ta beradi. Qimmat bu mashina. Shundan ham olib qo'yibman. Menga yoqadi bu mashina. Fanatiman. Eshiklar ham hayotni qilib odamni shokka solib qo'yadi. Ichim mana Bugattiga o'xshab chiqqan. Asosiy lyuki bor buni. Lyukin pastroqdanmi ochiladi buni lyuki. Oddiy qilib qilingan, lekin ko'rinishi qo'rqitadi odamni. Bu mashina Corvette. Shohakin mashinaga o'xshaydi. Shohakin mashinaga o'xshaydi. Buni ham qimmatga olib qo'yibman buni. Oldiga qo'ygan yarashmabdi lekin mashinaga. Oldiga 12 ta mashinam bor. Buni o'zim Taxo diska g'ildirakini qistirib qo'yibman. Taxoni g'ildirakini qistirib qo'yibman. Bunga o'zim diskasini rangini o'zgartirib Bolalar shu yerda videoni to'xtatamiz. Video yoqqan bo'lsa like bosib, kommentariy yozish esdan chiqmasin va obuna bo'lib qo'ying. Menga katta yordam bergan bo'lasiz. Ikkinchi qismi chiqishi uchun kommentariyaga biror narsa gap yozib ketinglar. Aytgancha sizlarga BMW Mercedes qaysi mashinani yaxshi ko'rasizlar? BMW Mercedesmi? Davay kommentariyada yozib ketinglar. Tez orada shu o'yinning ikkinchi qismi chiqadi. Hammaga xayr. Sizlar bilan yana Shah Games kanalidasizlar.